Nikoh shunaqa bir xususiyatga egaki, qaytib agar yana nikohlanadigan bo'lsa, birinchi nikohga o'xshamaydi. Shuning uchun uchrashuvni chiqishlikda gunohkor bo'lmaydi deyiladi. Endi nikohda farz o'rni bor, sunnat o'rni bor, harom o'rni bor. Farz o'rni roza tutsa ham shahvati kuchayadigan bo'lsa uylansin. Roza tutyapti-yu, shahvati pasayyapti, roza tutmasa kuchayyapti. Shu yigitning uylanishligi sunnat. Harom o'rni qaysi desa, zolim bir yigitlar bo'ladi. Unga erkakni, ayolni farqi yo'q. Achchig'i kelib qolsa bo'ldi, asabi chatoq. Otasini ham bilmaydi, onasini ham bilmaydi. Urganda ham gumurlatib urib tashlaydigan yigitlar borda. Shularni uylanishligi yoyinki serroz bo'lib tuzalishligi umid bo'lmagan kasal, yoyinki revmatizm bo'lib 5-6 ta pilus bo'lib ketgan bo'lsa, yoyinki yuqumli holatdagi tuberkuloz bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, nikohlanishligini harom deydi shariatimiz.